Judayam yaxshi, barakallah. Endi navbat gidrosfera guruhiga. Marhamat. Gidrosfera dengizlar, okeanlar, ko'llar, daryolar va muhitlardagi suvlar yig'indisidir. Gidrosfera atmosfera va litosfera o'rtasida joylashgan. Yerda ilk hayot gidrosferadan paydo bo'lgan. Gidrosfera yer yuzasining katta qismini qoplab turadi. Shuning uchun gidrosferadagi atmosferadagi suvlar va organizmlarni hisoblashadi. Barakallah. Navbat biosfera guruhiga. Biosfera bizning planetamizdan bundan 3 milliard yillar avval shakllangan. Biosferani o'simliklar, hayvonlar, jonzotlar va bakteriyalarning 3 milliondan ortiq turlari tashkil etadi. Biosfera Barakallah. Navbat litosfera guruhiga. litosfera yerning orqa qobig'i. Litosfera qobig'idan Globus nima? Yer shar shaklda ekanligini bilib oldik. Bugun biz sizlarga yer qanday aylanishligini tajriba orqali ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun bizga shar kerak. Qanday? Yerni o'qib bo'lish uchun naycha kerak? Bu naychani sharga yaxshilab joylashtiramiz. Hamda o'zimizni yashayotgan vatanimizni aniqlash uchun vatanimiz bayrog'ini belgitib qo'yaman. Buning uchun bizga sun'iy yorug'lik kerak bo'ladi. Bu yer o'z o'qi atrofida g'arbdan sharqqa qarab aylanadi. Bu aylanish uchun 24 soat vaqt kerak. Bir sutkada bir marta yer g'arbdan sharqqa qarab asta-sekinlik bilan bizga sezilmagan holatda aylanadi. Bu vaqtda agar biz buni yer deb, buni quyosh nuri deb oladigan bo'lsak, mana shu o'zimizni vatanimizda hozir kunduz bo'lib turibdi. Yerni asta-sekin aylanishi natijasida bizlarda kun botib, hozir qorong'u bo'ldi. Boshqa yerning boshqa bir qismida yorug'lik kunduz kuni bo'ldi. Bizda tun. Asta-sekin yerni aylanishi natijasida yana kunduz hosil bo'ldi. Yer bir kunda bir marta o'z o'rni atrofida aylanadi. Buni natijasida kun bilan tun hosil bo'ladi. Yana buni biz sizlar bilan mana shu chiroq orqali isbotlaymiz. Sekin mana qarang aylanishni ko'ryapsizmi? Yer o'z o'rni atrofida turdek aylanyapti. Demak, yer o'z o'rni atrofida aylanishi bilan nima hosil bo'lar ekan? Hasan qani? hosil bo'ladi. Judayam yaxshi.
tartıştık. To'liq aylanib chiqadi. Bugungi dam olish daqiqamizda kun va tun o'yinidan foydalanamiz. Kun degan paytda o'zinglar qo'lda yasab kelgan quyoshni ko'tarasiz. Tun degan paytda tungi yulduz, oyni tasvirlagan rasmlarni ko'taramiz. Tayyormisiz? Barakalla. Tun. Judayam yaxshi. Kun. Tun. 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 Kun. Kun. Barakalla. Video qo'yib beraman. Ana shu videoni ko'rgan. Gördüğünüz gibi videonun